Assalomu alaykum yana bir bor bizni aziz kuzatuvchilarimiz, bemorlarimiz, bizni davolanayotganlar. Ular qarindosh urug'lari hamma bizni kuzatayotgan uzoq yaqindagi qarindoshlar. Demak, shuni bu videomni qilishga turtki bo'lgan ko'plab yoshlarimizdan bizga savol kelgan. Domla, nimaga bizni bo'g'imlarimiz qisir degan ovoz chiqarib turadi harakatlarimizda degan savol bergan. Bir qancha yigitlarga savol kelgan. Bunga men javob beraman, yaxshilab eshiting. Demak, birinchi sabab bu fiziologik sabab, ikkinchi patologik, ya'ni kasallik oqibatida. Lekin buni hammasini aytishdan oldin ozginagina bir necha minut bo'g'imlarimiz tuzilishi haqida, anatomik, fiziologik tuzilish haqida to'xtab o'taman. Oddiy so'zlar bilan, iloji boricha oddiy, tibbiy terminlarni ishlatmasdan. Demak, bo'g'imlarimiz sodda bo'g'imlar, murakkab bo'g'imlarga ajratiladi. Murakkab bo'g'imlar ichida bir qancha zavr bo'ladi, bir qancha demak murakkab tuzilishga ega bo'ladi. Bir qancha demak polislar bo'lishi mumkin. Demak, oddiy bo'g'imdan murakkab bo'g'imlar. Qanday bo'g'im bo'lishidan qat'iy nazar, u bo'g'im maxsus qobiqqa o'ralgan bo'ladi. Ya'ni sinovial bir hujayralardan tuzilgan faol, ekskretor faol sinovial hujayradan tuzilgan qobiqqa o'ralgan bo'ladi hamma bo'g'imimiz. Uni ustidan bog'lamlar, bo'g'im bog'lamlari, uni ustidan paylar o'tadi. Uni ustidan mushaklar qisman, hammasi emas. Demak, shunaqa tuzilishga ega. O'sha qobiq bo'g'imni atrofini mahkam o'rab turib, ichki suyak bo'g'imning ustidagi tog'ayga ustini yopmaydi. Tog'ayni o'zi gialinli xiyash deyiladi. Gialinli tog'ay ikki tomonda ham, demak bo'g'imda. U bir-biriga kongruent bo'ladi, bir-biriga aynan mos keladi. Demak, mana shunday tuzilishga ega. Sinovial o'sha qobiq sinovial suyuqlik ishlab chiqadi. Juda ham oqsillarga boy bo'lgan, faol, xondropraktivniy xususiyatga ega, ya'ni tiklovchi xususiyatga ega suyuqlik. Shuning uchun ham katta shoxli hayvonlarning o'sha sinovial suyuqliklari dorilar olinadi, tog'aylardan. Shu juda ham faol bo'ladi. Bir necha gram bo'ladi, ko'p bo'lmaydi. 1-2-3 millilitr bo'g'imni kattaligiga qarab. Shu orqali bo'g'imning ichidagi demak tog'aylar oziqlanadi. Qon tomir kirib bormaydi o'tga. Ana shunday tuzilishga ega. Demak, qanday fiziologik demak qisirlangan ovozlar chiqishi mumkin? Bu birinchi o'rinda o'sha suyuqlikning ichida harakatda azot, kislorod va CO2, uglekislý gaz, ya'ni biz nafas chiqaradigan demak gaz CO2, demak gaz ajralib chiqadi. O'sha gazlar harakatimizda ma'lum harakatdan tashqari harakat qilib bo'g'im orasida suyuqlikka, bo'g'imga bosimni oshirsak, o'sha gazlar pufakcha sifatida otilib chiqadi va o'shaning otilib chiqib yorilish natijasida ovoz chiqadi. Ana bu birinchi sababi. Buni fiziologik qisirlashni qaytarib bo'lmaydi 15-20 minutda. Yana o'z holiga ximik reaksiyalar o'z holiga qaytishi kerak. Yana bir 15-20 minutdan keyin harakatda yana qisirlashni qaytarishimiz mumkin. Boshqa vaqt qaytara olmaymiz. Bu fiziologik deyiladi. Bundan tashqari paylar, o'sha bog'lamlar, paylarning ham reski birdan nomutanasib bo'g'imda kongruentligi buzilishi harakati natijasida ham shovqin chiqadi. Barmoqlar qisirlatganimizda xuddi shunday. Bu ham fiziologik hisoblanadi. Bu patologik emas. Demak, tushunarli. Bular shunaqa shovqinlar bor. Endi patologik shovqinlar nima? Patologik shovqinlar birinchi eng ko'p kuzatiladigan va aniq o'rganilgan va hamma biladigan bu travmadan keyingi demak shu qasir qusur shovqinlar. Bu bo'g'imning travmadan keyin aniq bir-biriga mosligi buziladi, ya'ni siljiydi ozgina. Siljib qolgandan keyin kongruentni bir-biriga mosligi ikkita bo'g'imimizda ikki tarafdan kelgan suyakni ikki tarafdan suyakni bir-biriga mosligi buzilgandan keyin harakatda shovqin chiqarib ham qoladi, noto'g'ri bosganda. Bu birinchi. Ikkinchi yallig'lanishlar. Yallig'lanish oqibatida infiltratlar paydo bo'ladi. Misol uchun pannuslar, infiltratlar, meniska o'zgaradi. Yallig'lanish alomatlarida ham o'sha bo'g'im atrofidagi to'qimalar bir-biriga mos emasligi va bo'g'imlar bir-biriga mos emasligi oqibatida harakatda shovqin chiqaradi.
Qariyalarimizda boshqacharoq. Qariyalarimizda ko'proq bu tuzlar yig'ilishi. Biz hozir juda ko'p o'rganilyapti. Menimcha hozir 15 yillik Jahon Sog'liqni qo'mitasi 15 yillik tekshiruv o'tyapti. Mikrokristallik artritlar to'g'risida yangi klassifikatsiya qabul qilinadi. Mana shu yil qabul qilinishi kerak edi, menimcha keyingi yil qabul qiladi. Mikrokristallik degani osteoartritlarda o'sha buyrak, jigar tizimining nomutanassibligi natijasida purin, pigmin aminlarini aylanishining osillari buzilishi natijasida sidik kislotlarda yig'ilishi to'g'risida gap ketyapti. Nega deganda atipik ko'rinishi namoyon bo'lyapti. Katta bo'g'im, o'rta bo'g'imlar tuz yig'ilishi natijasida yallig'lanishlar paydo bo'lib shovqin. Mana shu tuzlar yig'ilishi ko'proq qariyalarda bo'ladi. Qand diabeti bor, semizligi bor, qariyalarimizda buyrak kasalligi bor, kasallarimizda sahr diabet oldi, metabolik sindrom bor odamlarimizda, semizlik katta odamlarimizda o'sha sidik kislota qonda yuqori turadi, 7 dan baland turadi. Shunda bo'g'imlarga yig'ilib ovoz chiqarishi mumkin. Mana shunday demak bor. Bundan tashqari yana shunday bir holat bor. Bu operatsiyalardan keyin. Mana operatsiyalar qilinadi, ayniqsa sportsmenlarda operatsiyalarning ma'lum ovoz chiqaradigan qoladi. Menisk olib tashlagan bemorlarni men ko'raman, bo'g'imini ochib, tizzasini yopganda, men ushlab tursa, shifokor yaxshilab plashma barmoqlar bilan to'liq ushlab tursa, bo'g'im ochilib yopilganda ovozni eshitsa bo'ladi. Operatsiyalardan keyin ham shunday ovozlar qoladi. Nekongruentность, ya'ni bir-biriga mosligi buziladi. Bunday bemorlar albatta ma'lum vaqt ichida fizioterapiya oladi va fiksator bo'g'imni ushlab turadigan, demak, har xil bog'lamlar qilib yurish kerak. Demak, tushundingiz. Bu fiziologik bo'ladi, ya'ni normal holatda va patologik bo'ladi. Patologik demak, qisirdoshlar artrit davolangandan keyin ham qoladi, afsuski. Buni yoddan chiqarmaslik kerak. Lekin ovozlarning o'zgarishiga e'tibor qilish kerak. Ovozlar kuchayishi, yallig'lanish alomatlari kuchayish bilan birga borishi mumkin. Buni ham e'tiborga olish kerak. Hamma bo'g'imlarda shunaqa qisir-qisir ovozlar chiqib turishi mumkin. Lekin buni bilish kerak, bu patologikmi yo normal, funksional, fiziologikmi? Mana shunday holatlar bor. Endi ayrimlarda men shunday kuzatganman, og'ir vazn olishi va birdan ozib ketishlari ham olib keladi shunaqalar. Men buni ko'p kuzatganman. Hech qanaqangi demak artritlar yo'q, lekin qasir-qusirroq qolgan, tez, qisqa vaqt ichida ves tashlash, ya'ni ozish. Bizda tibbiyotda odam tanasining kattaligi, kichiligi, indeks massa teloga qarab, tana massasining ko'rsatkichishiga qarab, biza 5 kilodan 10 kilogacha ozishga yo'l qo'yamiz. 3 oyda. Nazoratda. Shuning uchun tez ozishlar ham mana shu oqibatga olib keladi. Endi bundan tashqari mana bu ko'p yurmay, mana odam ko'p yurmay har xil holatlarda yotib qolgan bo'lsa, birdan yurib ketishlarda ham shunaqa ovozlar chiqadi. Bu ovozlar ham albatta kongruentnessni buzilishi, tonuslarning, paylar, bo'g'im atrofida paylarning tonuslari buzilishi oqibati ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham men bunga ham e'tibor qilishga, har doim ham patologik bo'lmaydi. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar revmatologga yoki travmatologga murojaat qilish kerak. Bo'g'imlar tekshirish usullari juda ko'p hozir. Bular albatta mana oddiy rengindan tortib, hozir rengin ham sifrovoy, oldin renginda emas, hozir renginlar 50, 60, 70% ga oshgan aniqligi. Hozirgi 6-pokoleniya, 5-pokoleniya o'zida apparatlari ham juda katta informatsiyaga ega, yumshoq to'qimalar orqali ko'rsatadi. Bo'g'im ichida MCT emirtilar ham katta demak ma'lumotlar beradi. Shuning uchun bularga e'tibor qilish kerak. Albatta bo'g'imlar harakatda qasir-qusur ovoz chiqishlari hammasi ham patologiya emas. Shunday. Umuman bo'g'imlarga bosim berganda, jismoniy kuch berganda uni sekin-sekin oshirib borish kerak. Nega deganda bo'g'imlar kongruentligining yo'qligi bo'g'imlarning chiqib ketishi, vivih chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunga e'tibor qilish kerak. Bundan tashqari ham bir narsani aytmabman. Bo'g'imlarda ovoz chiqarish osteoporoz belgisi ham hisoblanadi. Osteoporoz belgisi degani bu suyaklardan kalsiy chiqib ketishi. Buning darajasi bor. Demak, 10% dan ziyod yo'qotilishi bo'g'im suyakning massasini bu osteoporoz belgisi deyiladi. Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasining demak
chiqazgan rekomendatsiya tavsiyalari bo'yicha 10%dan ziyod har bir suyakda o'zining massasini yo'qotishi bu osteoporoz belgisi deyiladi. 20% bunda og'irroq deyiladi. Shuning uchun osteoporozlar ham kuzatiladi. Shuning uchun bizda osteoporotik osteoartritlar ham bor. Mana shunday demak masalalar. Shuning uchun avval bo'g'imlarda chiqadigan har xil qasr quslarning yaxshilab e'tibor qilish kerak. Agar fiziologik bo'lsa, uni birdan takrorlab bo'lmaydi. 15-20 minutdan keyin takrorlash mumkin. Agar patologik bo'lsa, doim bo'ladi. Patologik bo'lsa, sababini aniqlash kerak. Har bir kasallikning sababini aniqlasa, nimadan bo'layotganligini, demak, uni davolash oson bo'ladi. Unga qarshi kurashish oson bo'ladi. Bo'g'imlarning harakati insonning faolligini asosiy ta'minlab beruvchi faktor hisoblanadi. Bo'g'imlarning harakati. Bo'g'imlar harakatini doimo faol holda saqlash, har kuniga kardiologlar, revmatologlar biz aytamiz, 3 kilometrdan 6 kilometrgacha yurish kerak. Hansirashgacha trenirovat qilish kerak. O'pka, yurak tomirlarini sekin-sekin uxlab yotgan tomirlar, spazmda zapasda turgan tomirlar ochilib boradi. Trenirovnosni oshirib borsak, kuniga 3-6 kilometrgacha piyoda yurish kerak. O'sha piyoda yurish oqibatida stazda yotgan tomirlar ochilib, o'pka, yurak qon bilan ta'minlanish yaxshilanadi. Bo'g'imlarimiz ham xuddi shunday. Bo'g'imlarimiz atrofida to'qimalar yaxshi qon olsa, demak, sinovial obolochka, sinovial hujayralar yaxshi barkamol, yaxshi to'liq bo'lgan mukopolisaxaridlarni bo'g'im orasiga ishlab chiqadi, oqsillar. Demak, bo'g'imimiz yaxshi oziqlanadi. Shunday gaplar. Rahmat savollaringiz uchun. Mana javob berdim, savol berdilaringiz. Bo'g'imlarda qanaqa shovqinlar bo'ladi? Bular patologik va funksional. Funksional ham ko'p, patologik ham ko'p. Bunga e'tibor qilish kerak. Har bir travma o'ziga xos baho berilishi kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollarni kutib qolaman. Savollaringiz bo'lsa bering. Men sizga javob beraman. Internet orqali men berayotgan hamma savollaringizga umuman bepul men javob beraman. Lekin men olim doktorman, ya'ni fan doktori, dotsentman. Shuning uchun men sizlarga mumkin qadar javob beraman. Ya'ni tibbiy tilda mumkin qadar. Agar murakkab bo'lsa nima qilishni aytaman, yo boshqa joyga murojaat qilishni. Shuning uchun sizga to'g'ri yo'l ko'rsataman. Iloji boricha sizning manfaatlaringiz, bemorlaringiz manfaati ustun turadi biz uchun. Rahmat savollaringiz uchun. Savollar bering, men javob beraman. Kutib qolaman savollaringizni.